Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz yana bir navbatdagi obyektimizgamiz. Ko'rib turganingizdek, orqamdagi shohona fasad Brick House tomonidan g'ishtlar berildi va sizlarga bugun mana shu obyekt haqida to'liq obzorni beraman. Videoga bitta like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar. Xo'p, joyimiz Samarqand viloyati Jonboy tumani Saroy mahallasiga kelganmiz. Azizlar, ko'rib turganingizdek, mana shu orqamda fasadni uyni egalari bizlardan g'ishtni olib kelib, mana shunaqa chiroyli terganlar. Xo'p, fasadni g'ishtlarimizni haqida obzorni ma'lumotni beradigan bo'lsangiz, yaqinroqdan kelasiz operator. Bu g'ishtlarimizga bu yerga fasadga 6,5 ga 6,5 sariq g'ishimizdan terilgan. Bu g'ishimizning hozirgi kundagi donasi 2800 so'm, 1 kvadratiga 52-54 gacha ketadi. Endi shofiga qarab. Akalarimiz yerda 5-6 mm dan shof qo'yib chiroyli qilib terishgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, bu obyektimizni yana bir mana bunaqa vid berib turayotgan joyi ko'rib turganingizdek, mana shunaqa kafellar. Ya'ni qora kafellardan kesib har 4-5 qatorga, har 5 qatorga mana shunaqa palasalar berib chiqqan. Bu ham bir qanaqadir o'zgacha chiroy vid beryapti. Undan tashqari esa mana ustalarimiz tomonidan mana shunaqa eshik derazalarning atrofiga mana shu kafellarni o'zidan ham chiroyli qilib ishlov berib, atkoslarni kafel qilgan, juda ham go'zal vid beryapti. Undan tashqari mana shu sokulga ham ko'rib turganingizdek, xuddi shu kafellardan berilgan. Xo'p, g'ishtlarimiz azizlar, mana shu ko'rib turganingizdek paddonlarga bo'ladi. Paddoniga 510 ta bo'ladi. Samarqandning qayerda bo'lmasangiz agar, telefon qilsangiz agar, men adreslarni aytib o'taman. O'sha showroomga kelib, bundan tashqari qolgan ranglari ham bor. Masalan, sariqdan tashqari qolgan ranglari ham bor. Bemalol tanlash imkoniga egasiz. Xo'p, bizning manzilimiz Samarqand shahri, Afrosiyob ko'chasi 77 ga joylashgan showroomimiz. Mana shu pastda raqamlar qo'yaman. Pastga raqamlar orqali bemalol aloqaga chiqib, showroomga kelib, ish tanlash imkoniyatiga egasiz. Agar chet safarlardan, boshqa davlatlardan kuzatayotgan bo'lsangiz agar, mana shu pastdagi nomerimizga Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol bizlarga telefon qilib, SMS yozib nima qilsangiz agar, unga ham javob beramiz. Xo'p, azizlar, ko'rib turganingizdek, mana shu fasad inshaalloh uy egalariga kamida 70-80 yil bundan ham ortiq xizmat qilib beradi. Ya'ni rangi ham, sifati ham xudo xolasa buzilmaydi. Agar sizga ham shunaqa fasad g'ishtlarimiz kerak bo'lsa, albatta Brick House ga murojaat qilsangiz agar, chiroyli qilib sizlarga ham yetkazib beramiz. Azizlar, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni esa qurilish qilmoqchi bo'lgan, fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashlab qo'ysangiz. Rahmat.